Etamiz. Hozir rejissyorlarimizdan chiroyli bir tarona tayyor ekanligi haqida eshitdik va dasturimizni yana Husanboy ijrosidagi go'zal bir tarona bilan davom ettirsak, marhamat. Marhamat. Bahar bergan armonim, ko'nglimni olgan mehmonim. Bahar bergan armonim, ko'nglimni olgan mehmonim. Yuzi gul shirin zabonim, yuzi gul shirin zabonim. Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Bahar oppoq qorlar bo'ldi anhor. Mana yana keldi bahor, oppoq qorlar bo'ldi anhor. Soch sümbül ko'zi xumor, soch sümbül ko'zi xumor. Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Chaman bo'ldi qir adirlar, uchrashdi ko'p hasna dillar. Chaman bo'ldi qir adirlar, uchrashdi ko'p hasna dillar. Olismikan shuncha yo'llar, olismikan shuncha yo'llar. Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Bir bor yo'qlab kelmaysanmi, sovinganim bilmaysanmi? Oshiqligim sezmaysanmi, sovinganday kelmaysanmi? Ajoyib, kayfiyat ko'tarildi. Baribir o'sha yana she'r so'zlarni qarang, so'zlarni qarang va buni agar me'yorida kuylasa, yaxshi ijro etsa, albatta ko'ngillardan joy olishi shubhasiz. Davom etamiz suhbatimizda. Qamchibek Kenjadan bir iqtibos keltirmoqchiman. Vijdon haqida men hozir o'qib qoldim. Men bu kitobni topib olib o'qiyman. Men oshig'i bo'ldim.